Bu bolani hozir ko'ko'shda oldi, kechirim so'rab, uzr so'rab chiqadi, oldingizga bora olmadim, uzr, men olib chiqmadim shu temani deb kechirim so'rab chiqarmikin desam, men oilamni ustun qo'yaman, no kasal bo'lib qopti, peshonada yozilgani bo'ladi-da. Peshonada yozilgani bo'ladi-da, PR'ni qilib oldim. Boshqalar bilan ishlayapman. Ijodimni to'xtatib ketmayman-ku. Menga pul kerak-ku. Men gapirolmayman u bolnitsani, ambasadorman men. Pulini olib qo'yganman, ko'ttimga sikadi deb chiqibdi dalbayob bilan. Voy konchining urod. Uzr, bora olmadim. O'zimda problema bo'lib qoldi, shunga chiqara olmadim, yoniga kela olmadim. Bolnitsada PR qilib video ko'rganim birinchi o'rinda yugurib keluvdi. Endi oilasi vajda bo'lib qoldi bu ko'tvachchani. Gapini qaranglar. Xalqim deb. Endi ko'ko'sh bolnitsada yotib qoldi. Men boshqalar bilan ishlayapman, Sevinch bilan ishladim, Ahmad aka bilan ishladim. U yoqda ko'timga siktirdim, bu yoqqa bordim. Xoram qarish pul topganim uchun, xalqni aldiganim uchun, narsam nima? Bu narsam yonib ketdi. Onasini eshak siksin yonib ketdi. Bulat o'zini opravdovat qilib chiqibdi. Kechirim, uzr, shunaqa bo'lib qoldi. Endi PR qiluvdik. Men bolnitsaga kirib oldim, xoram qarish telefonimni ko'tarib deb kechirim so'rab chiqarmikin desam, o'zini opravdovat qilib chiqdi. O'tirib olgan pozani qaranglar. Rahmiylar kelsin menga, otsay sini svitova duha, amin. Yordam darkor, menga ko'proq reklama beringlar. Men ash klinikani, qassobxonani ambasadoriman. Endi yomonlab qo'ysam ko'timga sikib pulimni olib qo'yishadi. O'zi ko'tim chiqib yotibdi, harom xarj reklama qilib yurganim uchun. Hamma yo'da reklama qilib, bo'xti ham, bilan ham reklama qilganim uchun o'zi ko'timga kirib yotibman. U yoqdan pulni so'rasa ko'timga yana ham kirib ketaman deb chiqibdi. Ko'ko'shga Xudo Alloh asrasin, bilat, Alloh asrasin-ku. Ko'ko'shga Halima bunaqa bir narsa bo'lib qolganda nima bo'lardi? Shunaqa deb chiqarmading. Dalbayob, tupoy ko'rdingmi qornini? Ahvolini ko'rdingmi sen? Dalbayob, gapirgan gapingni qara. Endi peshonada yozilgani bo'ladi-da. Endi peshonada yozilgani bo'ladi-da deydi. Bilat PR'ni qilib yotuvding-ku zo'r bo'layotganda. Xezalak o'rtoq degan og'irida ham, yengilida ham yonida bo'ladi. Xezimvachcha. Dadam menga aytdiki, payg'ambarimizga ham tosh otilgan, g'iybat toshlari otilgan. Sen o'zingni payg'ambarga tenglashtirma. Bilat o'rtoq degan boshdan oxirigacha turib beradi. Sen bolnitsaga olib borib PR qildingmi, reklama qilib, operatsiya tugaguncha videoga olib turdingmi, reklamani bosding, podpishchiklarni bosding, bolnitsaga ambasador bo'lding, xalqni aldab kelinglar, zo'r doktor topdim, kelinglar operatsiya qiladi deb mana ashincha jertva yotibdi. Sen ko'tga o'xshab o'tirib olganingni qara, o'zingni payg'ambarga teng qilib, dadam shunaqa dedi. Endi peshonada yozilgan bo'ladi. Endi ambasador bo'lib pulini olib qo'yganman, qaytarib bera olmayman hozir. Ana u narsam yonib ketdi harom qarashda reklama qilganimdan. Beti yo'q bola ekansan, dalbayob, beti yo'q bola ekansan. Men to'layman o'sha pulni. O'rtoq, qiylanma, xavotir olma. Bechora jentrasini sotmoqchi, xalqdan pul so'ramanglar. Men jentrani sotib chiqaman deyapti bechora.